Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarim, aziz vatandoshlarim. Sizlar bilan mana ro'zai Ramazon kunlarida ko'rishib turibmiz. Qanday sog' salomatmisizlar? Ro'zalarda qiynalmasdan tutyapsizlarmi? Bir giyohvandlik haqida ko'rsatuvni ko'rib, ana shu ko'rsatuvdan ta'sirlanib giyohvandlik haqida bir she'r yozdim. Sizlarga hozir shuni o'qib bermoqchiman. Bu giyohvandlikka tushib qolgan odam, giyohvandlik balosiga mubtalo bo'lib qolgan odam qaytib chiqa olmaydi. Qiyin, buni oxiri o'lim. Shuning uchun men o'ylanib shu she'rimni yozdim. Giyohvandlik boshning balosi degan sallohasi. Giyohvandlik asr vabosi, bormikanmi buning davosi? Ketganmikan Robbim duosi? Bunga o'rganmasin inson balosi. Bu yo'lga siz kirib qolmangiz, o'z pulingizga sotib olmangiz, qabul qilib qotib qolmangiz. Giyohvandlik boshning balosi. Yo'lamangiz yaqiniga ham, bu hayotda sizga nima kam? O'rgansangiz boshda bo'lar ham. Giyohvandlik odam balosi. Ming inson bunga chalingan, bo'g'zigacha qarzga ilingan, chiqolmayin u badnom bo'lgan. Giyohvandlik boshning balosi. Hayotingiz almashmang bunga, tushib qolmang qorong'u tunga. Mayib majruh qilmang bolangiz, bu hayotingiz guli lolangiz. Yer yuzida yo'q bo'lsa qani, qora dori og'u furushlar, chek qo'yaylik urushlar. Giyohvandlik asr vabosi. Robbim bundan o'zing asragin, bu og'udan o'zing saqlagin, to'g'ri yo'ldan adashtirmagin. Giyohvandlik boshning balosi. Mo'min Umurzoq 2025-yil 3-oy 12-cheslada yozildi bu she'r. Endi sizlarga yana bitta she'rimni aytib beraman. Bu sallohasi farzandlarga dars bering deb nomlangan. Farzandni erka qilib, taltaytirib o'stirmang. Aytganin qilib muhayyo, bebosh qilib o'stirmang. Ota o'g'il deb uni olib bermang har neni. Ko'p pul berib qo'liga tushib qolmangiz to'rga. Bir oz qattiq qo'l bo'ling, yaxshi erkin yo'l bering. Tarbiyadan adashmay, odob aql dars bering. Yomon yo'lga kirmasin, katta kichik sizlasin. Yaxshilarni izlasin, yomondan nari ketsin. Orzu murodga yetsin, shaytondan yiroq bo'lsin. Ota ona ko'ngli to'lsin, hayotda baxti kulsin. Yo'naltiring ilmga, boy bo'lsinlar bilimga. Rahmat aytsinlar unga, qo'l ursin savob ishga. Bag'rini tosh qilmasin, barchani hurmat qilsin. So'ngra izzatda bo'lsin. Shunday farzandlar bo'lsa, mo'minni ko'ngli to'lsa. Endi sizlarga yana bitta she'rimni aytib beraman. Bu bir dehqonlar haqida nomlangan. Bobo dehqonim deb nomladim buni sallohasini. Yerga egilmasan erta sahardan to kech. Bu oppoq yaktakni biroz endi yech. Sening mehnatingdan gerdaganlarni yedirding, kiydirding, maqtanmading hech. Belingga quvvat bersin jon, senga qalqon.
Sen birla bir bo'lar chorvador cho'pon, dehqon bu dehqonim, bobo dehqonim, ekib tikib yerga sabr qilasan, ne eksang ne qilmoqni o'zing bilasan, pishib yetilguncha uni kutasan, sotishga kelganda arzon sotasan, teringga ter bo'lay ey bobo dehqon, dehqon bu dehqon, shoshilma dehqon, ketmon ko'tarib olib suving qo'yasan, yerdagi qurt qumursqa qachon to'yasan, dehqon bozor kelsa ko'zin o'yasan, olib sotar ayt sen qachon to'yasan, sen beling og'rimay foyda ko'rasan, joningga jon bo'lay bobo dehqonim, kamtarin dehqonim, bobo dehqonim, aslida shular bor bozorlar obod, shular bo'lmasa gar el yurt barbod, dehqonni qadrlang hayhot, ular hech bo'lmagay mehnatdan ozod, tanangga quvvat bo'lay dard kelsa darmon, dehqon molin sotib qilmasin armon, ey sodda dehqonim, bobo dehqonim, ey sodda dehqonim, bobo dehqonim, terlab pishib terding rizqingni yerdan, Xudodan so'rading erta sahardan, sening quvvatingni olmasin beldan, sen ham kam bo'lmagin hamisha eldan, mo'min ham sen taraf, sendayin inson, mehnating bilmagan aytadi oson, endi bir oz dam ol, quritgin tering, sendan minnatdordir bu qora yering, joning sog' salomat qilsin Xudoyim, ko'ngli keng dehqonim, bobo dehqonim. Mo'min Umrzoq 2025-yil 3-oy 12-chislada yozildi bu she'r ham. Meni tinglab she'rlarimni eshitganlar murodi maqsadlariga yetsin. Hamisha xonadonlarida tinchlik, totuvlik, fayz barakasini bersin, quvonch shodliklarga to'lsin xonadonlari. Meni qo'llab-quvvatlab, lak bosib, podpiska tashlaganlar, kommentariya yozganlar sog' salomat bo'lsinlar. Hamisha nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, shu ro'zai Ramazonda yaxshi niyatlarga yetsin. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Yana qayta video profillarim orqali ko'rishguncha xayr aziz vatandoshlarim deb qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.